Dünya Uyghur Qurultayı 2020-yili Angliya hökumətinin Uyghurlarning majburiy əmgəkiga chetishliq paxta mahsulotlarining Angliyaga import qilinishini cheklamaganligi sababidan Angliya Oliy sud mahkamasiga arz sungan edi. O'tgan yili Angliya Oliy sud mahkamasi mazkur arzini qabul qilganligini jakalagan va natijada sudning 2022-yili 25-oktyabrda ochilganligi bekitilgan edi. Tünügün yani 25 oktyabr günü bu dava Angliya Oliy sud mahkamasida ko'rildi. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqin Aysa boshchiligidagi vakillar va uning qonuniy vakolatchiligini ustiga olgan Yer shari qonun harakat to'g'ri nomli qonunchilik markazining vakillari Angliya Oliy sudiga yetib kelib sudga qatnashgan edi. Xitoy sudida muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan va 2014-yildan boshlab turmaga tashlangan Uyg'ur iqtisodshunos va kishilik huquq faoliyatchisi Ilham To'xti tunugun 53 yoshga kirgan tug'ilgan kunini turmada o'tkazdi. Ilham To'xti guruhi bu kunda maxsus bayonot e'lon qilib, dunyoga chaqiriq qildi. Bayonotda Ilham To'xti tashabbusi harakati bo'lish sifatimiz bilan 2014-yili Xitoy hukumati tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur iqtisodshunos Ilham To'xtining 53 yoshga kirgan tug'ilgan kunini cho'nqur qayg'u, tashvish va hasrat bilan xotirlayotimiz. Chunki u o'z xalqining erkinligi va asosiy qonuni uchun hayotini, oilasini, mol-mulkini, o'rnini, hatto hayotini qurbon qildi, deyildi. Germaniya Baş ministri Olaf Scholzning noyabrning 5-ida Xitoyga planlagan ziyarati Xitoyning Amerika bilan bo'lgan strategik raqobatidagi Yevropa davlatlari bilan bo'lgan hamkorlikni taraqqiy qildirishning fursati deb izohlandi. Xitoy Kompartiyasining nashriyat organi Yer shari vaqt gazetida e'lon qilingan bosh maqolasida Scholzning ziyaratining Germaniyaning Xitoy bilan texmo yaqin diplomatik va iqtisodiy munosabat o'rnatishni xohlaydiganligining ifodasi ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Bu yil Qozog'iston 13 yildan buyon tunji qatim Cumhuriyet kunini tabrikladi. Qozog'istonda 3 kunlik ommaviy dam olish kuni e'lon qilindi va turli madaniyat faoliyatlari o'tkazildi. 10-oyning 25-kuni Cumhuriyet bayrami munosabati bilan Qozog'istondagi ko'cha, uy, qahvaxona va restoranlar ko'k bayroqlar bilan bezaldi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrainaning poytaxti Kiyevga poyezd bilan kechilab yetib kelgan Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan ko'rishdi. Zelenskiy Germaniyadan texnik ko'p havo mudofaa sistemasining davlatiga elib kelinishiga ehtiyojli ekanligini va boshqa mudofaa qurollarining ta'minlanishi kerakligini aytdi. Bir bozor tadqiqot shirkatining e'lon qilishicha, o'rta tipdagi iPhone'ga bo'lgan ehtiyojning yetarli bo'lmasligi sababidan olma shirkati 14 pilosning ishlab chiqarish miqdorini qisqartgan va texnik qimmat bo'lgan 14 Pro markasining ishlab chiqarish miqdorini oshirgan.